Jinoyat ishlari bo'yicha Qarshi shahar sudining navbatdagi sayyor sud majlisi bo'lib o'tdi. Jazoni ijro etish muassasasida o'tkazilgan ushbu sayyor sud majlisida tartib-qoidalarga amal qilgan, tuzalish yo'liga o'tgan mahkumlarga yengillik berish masalalari muhokama qilindi. Panjara ortida kishining mavqei, ijtimoiy ahvolining farqi yo'q. Shu boisdan bu yerda bashang kiyingan odamni uchratib bo'lmaydi. Turli taqdirlarga ega, ammo jazo o'tash uchun bir manzilda jam bo'lgan mahkumlarning nigohidagi yagona bog'liqlik bu tezroq ozodlikka chiqishga bo'lgan umiddir. Amalda intizomiy jazosi yo'q. Mehnatga halol va vijdonan yondashgan, belgilangan jazo muddatini to'g'ri o'tagan sababli iltimosnomasini qanoatlantirishni so'rayman. Qarshi shahridagi 3-sonli jazoni ijro etish muassasasi o'tkazilayotgan sayyor sud majlisida muassasa tartib qoidalariga amal qilgan, tuzalish yo'liga o'tgan mahkumlarning muddatidan avval ozod qilish yuzasidan yozgan iltimosnomalari muhokama qilinmoqda. Qilgan ishimdan pushaymonman. Xalqimdan, prezidentimdan kechirim so'rayman. Jinoyat ishlari bo'yicha Qarshi shahar sudi raisi Botirali Diyorov iltimosnoma bo'yicha to'plangan hujjatlarni atroflicha o'rganib, muassasa mas'ullarining mahkumlarga nisbatan bildirgan fikrlari asosida ularni qanoatlantirishni lozim topdi. Xayolimda ham bo'lmagan bu joylarga kelish, mana kelib ko'rib boshimga tushgandan keyin o'zimga xulosa chiqardim. Qayta tarbiyalandim yana. Albatta bunday pushaymonlik avvalroq bo'lganida hayotning bir qismi sim tuzuqlari ortiga tutashmagan bo'lar edi. Jinoyatga jazo muqarrarligini tushunib yetgan mahkumlar tabiiyki bu bag'rikenglikdan mamnun bo'lishdi. Hurmatli prezidentimizdan, vatandoshlarimdan, oila a'zolarimdan kechirim so'rayman. Sodir etgan jinoyatimdan chin ko'ngildan pushaymondaman. Ozodlikka chiqqandan keyin to'g'ri yo'ldan yurib, halol mehnat qilib, oilamni halol mehnat bilan boqaman. Bo'lib o'tgan sayyor sud davomida shu kuni bir nafar mahkum muddatidan avval shartli ozod qilingan bo'lsa, yana bir nafar mahkumning jazosi yengilrog'iga almashtirildi. Shuningdek, 19 nafar mahkum jazoning qolgan qismini manzil koloniyasida o'taydigan bo'ldi.